Assalomu alaykum hammaga. Mana tovuq biznesini boshlayman, uyga 3-4 ta tashab qo'yaman deydigan akalarimiz, opalarimiz uchun mana tovuqlarimiz keldi. Tovuqlarimiz 100 kunlik 30-may 2026-yil sanasiga 100 kunlik bo'ldi. Hamma vaksinasi to'liq qilingan. Tovuqlarimda qilingan vaksinalariga, zotiga javob beriladi, yoshiga javob beriladi. Garantiyalari bor. Birinchi marta tovuq boqayotganlarga, misol firma sharoitida boqaman, tuxum biznesini boshlayman deydiganlar, endi birinchi marta boqayotgan bo'lsa, tekin veterinariya xizmatlarini taklif qilamiz. Ular bepul. Undan tashqari, uyga 4-5 ta tashaganlarga ham qanday boqish yo'l-yo'rig'i, uy sharoitiga qanday ko'niktirish, hamma yo'g'ini o'zimiz o'rgatamiz, xudo xolasa. Tovuqlarimizni manzil Toshkent Nazarbekda. Tovuqlarimizga dastavkalarimiz bor. Dastavkalarimiz отдельный hisoblanadi. Hozirgi paytda O'zbekiston Respublikasi bo'ylab hamma joyga dastavka bo'lyapti. Qirg'iziston Respublikasi hozircha chegaralarimiz yopiq, shuning uchun chiqara olmayapmiz. Tovuqlarimizning narxi 75 ming so'mdan berilyapti. Agar ob'yomda olaman, ko'proq olaman deydiganlarga qancha ko'p olsa, shuncha kam tushib berilaveradi. Uzoq joydagilar, misol Toshkentdan uzoq joydagilar ham o'ylanmanglar. Dastavkalarimiz bor, professional shoferlar olib borib beradi.